Qaysi kelin bor? Ana, o'tib chiqamiz. Ancha-muncha qatirapmi? Enak bo'lgan. Oshim normal totaqolsa kerak. Yiqirab totaqolsa. Ha, arada qarab olmayman.
Mama mah ngeluh kata jos kelas banget. Campas di aja. Asia, Sana kan mau minum mak. Patlo ket. Bicara. Ya ziku. Ya mek yosna. Ya moba. Sana gul bakar. Ya biar ke kudum zotuma. Ya. Ya bada Müslüman mı? Yok amca. Ayakları iş programı diye. Selamünaleyküm. Azada. Apa beni hiç bozuşmadı beni. Aldan çıkana niye? Apa beni Hasan niye almasın çakmamız gerekiyor. Apa beni sağlık çıkınca en de soktum. Isla geçiyor. Oy ana tutmasa da meyde oturup yakamız çakırsın öyle koydu. Mikrofon tutup tutmasa da aç. Sonra bana su çizdik ama. Ben de sana Son çıksa gel olmaz. Ay benim kızım çıraylık olmayı. Gözünüzden çıraylık bakıyordunuz ki. Acım bu son kaydı. Pa ya kulağdan sen. Bu. Usta. Ver usta. Bunun aşkım orası. Kapımız canım. Ya kapım var usta. Zaten kapım var. Usta. Ya kene kamsın. Şirkette yaratmazdık ya. Ay musayını siz bağ aşık bu bağ. Sok sezon çaylatla da aramaz kosmos yapıyoruz. Ay işte. Ne kadar kaçın yendir onu koysun.
Ya 39 pistan lastik kirib tursa o'qash. Voy yamay yuzgan bu. Bizim reklama fotosunu yok çıkıracağım. Yaxshi. Başta satamı fotosunu so'raydi. Он bir maktabini tamamlab, azap gражданы bo'lib, mushikashni uyushtirib o'tirdi. Mana mushikashni bugun hammamiz birlikda, o'mlikda shunday qizg'in tomoshalab, mushlar bilan hammamiz tang bo'lishib, mana ota-onalar hammamiz birga ko'ngildagidek o'tkazishimizni so'raymiz. Sizlar aziz mehmonlar, mana o'sha meni bolalarimga kelajak umrga o'ylagan orzu armonlarga ota-onalar nomidan, ustozlarim, muallimlar nomidan cho'ng tilaklarni tilayman. O'z armonlariga yetsin. Nima o'ylari bor? Hammani kelajakda o'sha ustozlarga, ota-onalarga o'zini ko'zlab, o'sha ustimizga eng oldingi bolalarning bo'lib öz əmgini ağlaşını so'rayman. Endi o'sha kashni yetkazish uchun hamma qilib o'sha qurollarni saylab qo'ydi. Assalomu alaykum, hurmatli bugungi 11-sinfda tugatuvchilar. Otamni kuldiray deyman, onamni kuldiray deyman, meni boqqan jafoyiga haranga opiray deyman. Mana hurmatli bugundan boshlab sizlarni o'quvchi demaymiz. Sizlar bo'lgan munosabatimiz, sizlar bo'lgan muomalamiz boshqacha bo'ladi. Sizlarning yaxshiliginglar bilan mana ota-onalar, ustozlar shukurda o'tirdi. Endi ustozing uchun xizmat et, xizmat etamisan izzat et. Ustoz yo'li jafoliq, oxiri vafoliq. Bilimni, hunarni eling, qadrlang uni. Bilimmi, hunarmi qadrlar sizni. Biz sizlarni ko'rib shunchalik zavqlandik, havaslandik. O'zimizning balalik, o'zimizning yoshlik, o'quvchilik davrimiz ixtiyorsiz fotoapparatdek ko'z oldimizdan o'tdi. Endi hurmatli mehmonlar, sizlarni birinchi qitim ma'rifat chirig'i bilan maktabda kutib olgan, maktabda ikkinchi ona bo'lib quchoq ochgan, mehrini ochgan, ko'ngilni ochgan qadrdon ustozinglar nashada o'tirdi. Birinchi so'zni men ana retida, ota retida shu ustozimizga bergim keladi. Qani, o'zinglar bilsizlar, bir javob. Kim bu? Zaynida muallim. Mana tepalda o'quvchilar. Aql qiyrimaydi. Altın çırımaydı deydi. Şu aql bilan, hem farasat bilan, hozir yaxshilik bilan to'rda o'tirgan Zaida madamni boshlasak, marhamat.
Yetem de şey. Hürmetlik atanla, bilim vergücü, terbiye vergücü muallimler, yakın. Hürmetlik atanla, bilim ve terbiye vergücü muallimler, okuğucu emas, bugün okuğuculukni o'quvchilik vazifasini ado qilib bo'lib, endi ikkinchi hayotga qadam tashlagan yosh yigit qizlar. Hammanglarni bugungi mushu qadaminglarga qadaminglarni tabriklayman. Oldinglarda nihoyat yaxshi ishlarni kutib turdi. Birinchidan o'qish, maktabdan keyin endi oliy bilim, qandaqli bo'lsin, o'rta bilimlik bo'lib chiqishinglarga tilakdoshlik bildiraman. Ham teninglar toza bo'lsin, yaxshi bolalardan, yaxshi yigit qizlardan bo'lib chiqinglar. Ota-onalarningki yaxshi tilaklarini o'rindanglar. Ota-onalarni hech qachon ranjitmanglar. Hem bizning sizlarning sirtinglar turib, yaxshi bir ishlarga o'rinlashib, yaxshi o'qishlarga tushib, ondan o'qib tarbiyalik, tartiblik bolalar bo'lsanglar, bizmi uyda o'tirib xushal bo'lamiz. Bizning o'qitgan bolalarimiz deymiz. Ota-onalar bo'lsa, mening monim bolam deb maqtanib so'zlashga shuningga yetkazinglar. Nim deyman? Oq yo'lliq bo'linglar. Yaxshi bolalardan, yigit qizlardan bo'linglar deb tilakdoshlik bildirman. So'z topolmayli qoldim, o'g'lim. Albatta. Qo'ymandan hurmatli, bu bolalar meni kichik vaqtidan shunday yaxshi hurmatlaydi. Birinchi qitim 6 yoshdan olgan bolalar uchun 2-sinfdami xudoyim bor, men og'rib qolganda bolkalarni ilib yo'qlab kelganman. Buni dikim unutib qolmanglar, yana arlab yo'qlab qo'yinglar. Endi ko'rishib bilan yo'qlaymiz dedi. Albatta, hurmatli mehmonlar, hurmatli din desek bo'ldi endi, o'quvchilar degan kelib turdi. Endi sizlar bundan 10 yil muqaddam, 11 yil muqaddam bir yenilar qiyshib, so'mkini so'rab maktab kelgan paytinglar bizning ko'z oldimizda. Shu yillari No'lavoy, ya'ni 87-yillari 6 yoshdan boshlab o'qitish sistemasi qo'lga ilingandi. Shu vaqtida maktabimizning sobiq direktori Ahmadjon akam Nadirov o'sha yo'lda ko'plab borgan, o'sha ishni amalga oshirish uchun o'zining barliq g'ayratini, vaqtini, qobiliyatini shu vaqtda sarf qilgandi. Mana har yaqinlar yana tinchlik bo'lib, hammamiz o'sha jo'ziga jamjib deb o'tirmiz. Navbatdagi so'zni maktabimizning sobiq direktori hozirgi vaqtda yurtimizdagi qadrdon hurmatli akamiz Ahmadjon Nadirov bersak so'zni. Bunu adamның hayatı acayip bir narsa bu. Yo'q dunyoga kelgandan tatib, bu dunyoga ketkicha acayip bir ishlar boshdan o'tadi. Manda shundoq voqealarningki birisi hayotdagi eng xo'shallik kunlarning birisi bugun mana sizlarning ko'z oldinglardan o'tmoqda. Men mashada o'tirgan bütün ota-onalarni, qatnashmagan ota-onalarni, mashada o'tirgan muallimlarni, qatnashmagan muallimlar ve bolalar sizlarni, endi o'quvchi demaymiz. Sizlarni bugungi bayram kuninglar bilan chin qalbimdan tabriklayman.
Adamninki alim elmatlık bo'lişi şart emas. Lekin haqiqiy inson bo'lish, haqiqiy xalqiga, vataniga xizmat qilish bu oliyjanob ish. Shuning uchun men sizlarga shunday tilak bildirgim kelib turdi. Hayotingizda qanchalik qiyinchilik bo'lmasin, qanchalik yenikchilik bo'lmasin, doim xalqinglarni, vataninglarni, yurtinglarni, el ag'inanglarni, qo'mi qarindoshlaringlarni ko'z oldinglardan ketkizmasanglar deb tilak bildirgim keldi. Endi men sizlarga az vaqt dars berdim. Lekin shu az vaqtda mushu klass mening hayotimda cho'ng bir iz qoldirib ketdinglar. Sizlarning bilimga degan qiziqishinglar, odamga degan intilishinglar, cho'nglarga degan hurmatinglar doim mening ko'z oldimda turdi. Shuning uchun shu o'qiyotgan vaqtlaringizda men sizlarga shu qilgan odamgarchiligingizga, bilimga degan intilishingizga rahmat aytolmagandim. Bugun men sizlarga shuning uchun rahmat aytib kettirdim. Albatta sizlar dastlabki qadam besib o'tirsizlar. Lekin bu qadam texi g'unchisi, hayotning g'unchisi. Oldinglarda tek talay ishlar bor. Shu ishlarga bardoshlik bilan chidashinglar kerak. Shu ishlarga doim tik turib javob berishinglar kerak. Uning ustiga sizlarning ta'limlarga hozir hayotimiz biroz chigishlanib qoldi. Lekin buningga bosh egishga bo'lmaydi. Buningdan bir qiyin kunlar bo'lishi mumkin. Shu vaqtida hech qachon mumaymay, bosh egmay shu ig'irchilikqa qarshi kurash qilishinglar kerak. Sababi kelajak sizlarning, yurt sizlarning, vatan sizlarning, xalq sizlarning. Hozir sizlarning dastlabki mashaga kirishinglar menga ajoyib bir taassurot qoldi dedi. Ben sizlarga shunday tilgan bo'lar edim. Ishnama xuddi bugungidek xushbo'y, ochiq chiroy bilan chilsanglar, hayotda doim bugungidek mashaga ho'liga kirgandek o'ynab, kulib, hayotinglarning oxirigacha shunday o'tsanglar deb tilak bildiraman. Diqqatingizga rahmat. Rahmat aka. Navbatdagi musiqalik salom sizlarga bilim bergan, ta'lim bergan ustozlarga berishadi. Allah. Kes. Allah. Tulah. Sen de bana eğilme
Hürmetli mehmanlar, biz kim buluşumuzdan qat'iy nazar şu ma'rifat yo'lini besib o'timiz, muallimlardan ta'lim olamiz, maktab davrini beshimizdan kechiramiz. Su ichgan quduqni unutma deydi albatta. Sizlar 11 yil bilim olgan shu maktablarni har qachon eslaysizlar, har qachon kinaysizlar. Yo'l olaman jiroqlarga, to'zib hijron piroqlarga, o'zimni bir bayqash uchun tushmoqchiman sinoqlarga. Kashkinim yo'q ana jutdun, kashkinim yo'q ata jutdun, asli yurak naq oladi, so'ygi degan yolg'iz o'tdun. Bendichilik gap adashdim, gap ko'zgusiz xatolashdim. Agar o'tmasa bo'lmaydi ekan, issiq so'g'inadan bashdim. Ketdim jiroq surmak uchun, chin sevinib ko'rmak uchun, men qadriga yetmaganni kinab ko'zga surmak uchun. Albatta sizlar taqdir qo'g'lab, armon arzu qo'g'lab, jiroq yoqlab ketsizlar. Shu vaqtlarda mushu maktablarni sizlarga bilinmagan ma'lumotlarni albatta eslaysizlar. Bugun mashada ustozlar yuqorida o'tiribdi. Shunday ustozlarning biri Tövək Pəncimdə sizlərə sinib yetəkçi bo'lgan Tursunay Raziyevaga növbət sözünü versək, mərhəmət. Başka yetmeydi ya. Salam bugün meşacık ortağın çok çekenler. Hürmetli ata-analar, müəllimlər və bugünkü məşğul kəşfini quvayçı ortağın 11-ci sinif oxucuları. Sizlərni bugünkü məşğul məktəb bitiriş keçinlər bilən sizlərni müəllimlərinizlə və sizlər tərbiyə edən ata-analarını çin qalbimdən təbrikləyirəm. Men əlbəttə bunun pəncimdə oxuşu olmaydı, səhərmən Tövək Pəncimdə sizlər bilən bir oxarkən yerdə bağlıq anısıyım. Bundan etqanda. Şimdi yine ak yolda bulunlarınla. Mükerrek bu son mekteptegen yeni kadımın kaçıran kadınlarına hayat taşıran. Bizim eli çokuluk tezlik yetişler manevradaydı. Bıraksa bu kez kodukta boyunmanla ağız kalay sıdıklarına baktıydı. Aşın ahırlıca kesip yakışı adam buluşmalarını çin kalbimden tebrikleyine. Bizim Uygurlarının uluk namayanlarımızda bir Niyaz Kerim'nin bir sözü var. Cahan rənaları işçide bilimden oşuq güzel yarı yok deydi. Sözün mənasını yaxşı düşünsizlər, səbəbi bilim en güzel yardım oşuq görmədik bilimni. Şunun üçün sizlər bilimni meşə bilən toxuz qoymasın. Bundan keyin üzəmə bilim olan davamlaşdırışlarını çin qalbimdən tiləkdaşlıq bildirib, hem ata-analarının barlıq oylanan arzu armanlarını əməlgə aşırışlarını tiləyimən. Rəhmət. Rəhmət. Kışına rahmet. Bilim algan talip, çıkıdı ustazdan galip. Her kaçan muşu bilim yolunda harmay talmay belli bağlap yağını turup, armanның çokulurga kadem taşlayırırlar. Dövletteki müzikалық salam, yedi şu sizlerge bilinmegen, sizlerge jürgünlarda, kalbinlarda, vicdanlarda mərifət çırığını yapkan ustazlar verisiniz. Merhamet. Ya,
Sandığa sıçıyor. Ortada kadar. Soğuk. Ya soğuk. Ya sandığa sıçıyor. İçiyor. Yani sandığa sıçıyor. Çıralılara koşuyor. Kolumda peley olsun, altında teley olsun deydi. Hakikaten hem sizlerle peleyler vakit. Bugün bana kömürde kuman yok, havada kuman yok. Kudayım havanımı verip, davanım beri oturdu. Hem de nöbetni. Sizlerge can begen, kan begen, nan begen, iman begen. Sizlerge cemiyetin, tabiatin, şeriatin, medeniyetin, ibadetin, kanun kaydını üretken Ata aziz, ana aziz. Hemmedin ana aziz. Atam bolsa körsem ben, anam bolsa körsem ben. Atam bilen anamdan ayıqdı görsem ben. Atsi ölmegen kim var,
anısı ölmegenlik kim var. Ulanı harkıganlarının altıda bir kara kim var. Hürmetlik mehmanlar, sizler ötken zamanın balcakıdır boğa bilen, geleceğe cevap verilen adamlar odursuzlar. Biz şunu işeş kılımızken, şunu işençimiz kalırken, İstafeta, ilk orucu tıkanda işeşlik kollarda öneriyoruz dururken. Endi nöbetli adamlar namıdan kimge veririz? Ben özüm hıcanet olup oturmam. Kaysı bir adamlık söz versek oldu ki, emminla birinla münayim, birinladın birinla. Neydi? Roşaygül siz söz ayırdılar. Amanbayev'nin familisi şunlarda birinci. Evet, tartış sözler olduğa birinci. Birinci, Abdurrahim var sözler. Malumlar, adamlar, okuvcular, bugün biz baldırımızı çoğun kakamasak, sizler okutup, bilim verip, tekrar çoğun kadem koyuş aldı turdu bular. İşkilip boşlarının teni salametlik bulup, degan arzu armonlarga yetib, yaxshi bolalardan bo'lib, o'qishimni yana davom qilish uchun tilakdoshlik bildiraman ota-onalar nomidan. Boshlarga 11 yil davomida bilim bergan muallimlarga cho'ng rahmat aytaman. Kelajakda o'zimning degan arzu armonlarga yetib, yaxshi bolalardan qizlardan bo'lib chiqish uchun tilakdoshlik bildiraman. Yerini tepme birader, azap çekti bu yer ne kadar. Bu yerlerde adı bulağının keni döküldü, bu yerlerde adı bulağının suyu kömüldü, bu yerlerde senin bilen bana canlar tüküldü. Şunun için hürmetlik mihvallar, yer mi azap çekivatıdı, hazır biyosfera mı azap çekivatıdı. Şunun için hürmetlik mihvallar, meyli biyosfera olsun, meyli atmosfera olsun, meyli hidrosfera olsun, meyli litosfera, meyli ionosfera olsun, her kaçan tazı olsun. Xudo yolunda her kaçan tazı olunlar, kristaldek. Mendilleyip tablisini dolduruverinler. Endi nöbetki muzikalar salam, ata-analarga berishilindi. Bir çağat.
keyingi vaqtlarda başlangıçdan keyin yuqori sinfga chiqqanda sizlar bilan taftish bo'lgan, sizlar ota-ona bo'lgan yosh muallima, oliy darajali o'zining qadr-qimmati bilan, izzat hurmati bilan ota-onalarning va bolalarning orasida yuqori obro'ga ega Iliya Turdiyeva so'z bersak, sizlarning yetakchimlar her qachon yo'llarga tashnalik bilan, so'zlarga intizorlik bilan faqatsiz tutilgan muallimlar, ya'ni Iliya Turdiyeva. Rahmat. Yana kasbga rahmat. Men birinchidan o'tagan mushu bizning dasturimizning asosiy sababchilari o'quvchilar edi, andan kelgan mehmonlar bilan muallimlar, ota-onalar bilan. Hurmatli o'quvchilar, mana sizlar bugun yeni hayotga birinchi qadamlarni bosib o'tirsa, mana shu qadamlar bo'lsin. Bu hayotki her bir sınavni, to'sqinliklarni yengib chiqib, o'zinglarning o'ylagan arzu-armonlaringlarning hammasini amalga oshirishni tilayman. Mana shuningga sizlar o'zinglarning ko'pdan ko'p kuchini chiqarsanlar, menimcha bo'lsa sizlar bu hayotda barliq yaxshiliklarning hammasini egallaysizlar deb o'ylayman. Endi maktab bergan bilimning hammasini kelajakda oliy o'qish o'rnida bo'lsin, ishlagan makan joylarida bo'lsin, durust foydalanib, ma'lumotlarni bergan ta'lim tarbiyasini hammasini aqlsizlarni tilayman. Endi ikkinchidan men o'tagan kelgan muallimlar, ota-onalar hammasiga mushu bolalarning bugungi eng baxtli kunlarining biri bo'lib o'tgan mehrimiy tantanasiga teng o'rtoq bo'lib o'tganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Sizlarga hayotingizga cho'ng utuqlarni tilab, bugungi kech ishlarning esinglarda xeyli vaqtlarcha saqlanib qolgandek darajada o'tsin deb tilamoqchiman. Va buni o'tagan meniki sahifxonlarga ko'pdan ko'p rahmat aytib, tarqilmay, buni ichida xijolat bo'lmay, chaylarni elib o'tirishlarini so'rayman. Rahmat. Navbatdagi musiqalik salom mushu Iliyaga berishildi. Yana bir qatam qani sinib 11A
hürmetli mehmanlar, mektepteki psixologiya, mektepteki intizam ve balalarning bilimlik bo'lishi mektep direksiyasiga bog'liq. Navbatdagi so'zni mushu o'zining butkul onglik hayotini bola tarbiyalashga, kelajakka, yosh o'smirlarga bag'ishlagan Qozog'iston muarif elchisi hozirgi vaqtida shundoq yosh ustozlardek tetik, hem farosatlik, bilimlik akimiz Meribjon aka Qudrat o'g'li so'z bersak, kela beraber. Hürmetlik yigitler hem kızlar, baya yukarıda sözü bilen senin adresine etkan sözlerde yigitler hem kızlar dep atayımız dedik. Şunun için mesela şu stili bilen müracaat kıvatımın. Bugünkü hoşallık, bugünkü toy, bugünkü bayram fakat sizler için. Şunun için bugünkü itivatkan sözler hem sizlerine adresinlerine bir sundu. Meyede otağın, tövde otağın malumlar, tövde otağın atanınlar, fakat sizlerinki hoşalığına karab, sizlerinki külgünlerine karab, ulamı hoşal oldu, ulamı küldü diyen söz. Şunun için bugünkü itivatkan sözlerin hemisi sizlerine bir sundu. Elbette bir yılki выпуска, şu 11. klas, benim üzerine hayatımda çok bir esikalarlık выпуска bulup hesaplandı. Çünkü ben bayı ettim, bu выпуска, bana kalktı sizler 11 yıl Muşu Ruzbakiyet Mektebi'de içinde Muşu Ruzbakiyet'te terbiyelengen olsanlar, bir yıl ben Muşu Mektep'te 40 yıl devamında Muşu balı terbiyeleş sahası düştüm. Ve bir yıl sizler Muşu Mektep'ten hoşlaşkan olsanlar, ben bir yıl Muşu Mektep'te emgek kılıp hürmetlik demelişte çıkış ağzıda oldurmen. Şunun için Muşu выпускını ben yemişen este saklayman. Hem benim için bir tarihte izlik edilgan выпуск bulup hesaplandı. Endi benim tiligim nimesler için. Bay Jukur'da sözge çıkan malumlarını aytan çıraylık paranlarını kıldı. Ben şu paranlarını ki hemisiga to'liq bilan qo'shilaman. İş qilib bu malumlar Moşoslar 11'ni bitirdiler. Egzamında 4-5 bilan oyoqlashtirdinglar deb biz buninglar biz rizo bo'lmaymiz. Cücene küzde sana degandek biz faqat Moşoslarni bitirishinglar bilan biz o'zimizniki xizmatimizni natijasini biz chiqaramaymiz. Biz qachonkin chiqiramiz? Qachonkin sizlar qandaqli bo'lsin o'qish o'rinini bitirib Kadimki Muşu özümüzün memleketide belgili bir o'rinni egilegandan keyin, yaxshi adam bo'lgandan keyin, Muşu atananlarni sizlarga qatorda yo'lni bergandan keyin biz o'zimizdagi ishimizdagi xulosaini chiqara olamiz. Shuning uchun men sizlarga Muşu mayda o'tagan ma'lumlarning nomidan, maktabning direksiyasi nomidan kelajakda aldımda qo'ygan arzu armanlarga yetinglar, o'qishlarga tushinglar, yaxshi odamlardan, yaxshi bunaqa vaqtida hurmatli Qozog'iston grajdanlaridan bo'lishiga men tilakdoshlik bildiraman. Rahmat. Hurmatli yigit qizlar, navbatdagi musiqaga salom. Yaxshilik bilan to'rda o'tag'an, bilim ta'lim bergan, Qozog'istonga emgak sing'aygan ustoz, sobiq direktorimiz Ahmadjon Nadirovga, shundaqla Qozog'iston ma'rif elchisi Meribjon akamiz Qudrat o'g'liga, ya'ni oliy darajalik va cho'ng otig'i bor muallima Hadimizga, Xalida Badimizga abay sizlarning sinf yetakchilar bo'ldi dedi. Ya'ni Riyman odamlarga emgak qizil tug'i ordenlar, hozir hurmatli dam elishdiki Guljahon hadilarga va boshqa ustozlar berildi. Bir javob deb qo'ysanglar yomon bo'lmaydi.
Pazarlaşmayın. İlya Emirova söz versek. Mübarek. Mübarek söz. Assalamu alaykum hürmetli Moşu Keşin'in mihmanları, aziz ustazlar, ata-analar ve sinirdaşlar. Bugün mana biz 11 yıl Moşu Tenci Mezitki nomer 13. Abdul Ruzbekov namki orta mektebini bitirip ana mektep koyundan Mengüge uçum bulup oturmiz. Biz Moşu mektepke destek tutup kalem teşkil kılganda bizden kolumuzda kalem tutkuzup ağdın tartıp Yağıçe harflerinin barlığını ügetken Zahidem Malim Abdullayevna. Biz barlı sınıftaşlar Moşu Zahidem Edige çim köngülümüzden rahmetimizni aytimiz. Şundaqla bizge nahaydı nurg'un muallimlar ders berdi. Mesela geografiya fanining muallimi Rihmam Abdullayevna. Kimya fanining muallimi
Kadir Malim. Şundaqla kichik vaqtimizda biz nihoyatda qiziqqan naqsh fanining muallimi moshada o'tiribdi, Seyitjon Malim. Va hozirgi vaqtda o'zining yo'lini topgan, mushu ustozlarningki o'quvchilari bo'lgan Mo'nyarda yosh muallimlarimiz o'tirdi. Bu Ismoiljon va Xolden madam. Niyaz va Guladam va Mir va Dilbir madam. Biz mushu muallimlarning barligiga chempionimizdan rahmatimizni aytamiz. Sizlarga tilaydiganim osmonlar ochiq bo'lsin, quchog'inglar gulgut olsun. Bolalarning qizg'inib ko'rib, bizning baxtimizga yuzli yashanglar, undan nurgan yashanglar. Ota-onalarning tilaydiganim shu. Endi Mehmet unutib qolmayman, bugungi tamadimiz bo'lib o'targan tarix fanining muallimi, hozirgi qiyinchilik vaqtida marksizm, leninizm Marksizm-Leninizmdan atlab, hozirgi vaqtda hayotizm yo'lga, hayotizmdagi qonun qoidalarni o'rgatgan Ismoilov Qurmonjon akamizlar chempionimizdan rahmatimizni aytamiz. Endi bizning sinfdoshlarga kelsak, bu yerda barliq o'tirdi. Mening sinfdoshlarimga deydiganim o'zinglarniki o'ylagan orzu-armonlaringlarga yetinglar. Oliy o'qish o'rinlariga tushib, o'zinglar xohlagan professiyani tanlab beringlar. Va shuning ustida ishilib, nurg'un utuqlarga yetinglar. Sizlarga uzoq umr va baxt tilayman. Rahmat. Abdullayni qizi emas, Xolidam qizi. Mana Xolidam o'tirdi, qani Xolidam deb turayapsiz qolmasdan. Xolidam uchun bu bir javob. Boshqacha qabiliyatli, talantli, erudiyli qizlarni o'zingiz uchun rahmat. Endi yigit va qizlar o'shunday o'tirib, bugungi ko'pchilikning tarixini yozib bir o'tdan bir naqsh etuvchilar o'tiriblar. Shunday o'tirib, hammalar bir naqsh etuvchilar. Qani naqshdan keyin Sokrat sen usulga tushsan, menda Xolidam madam bor, undan keyin Iliya bor, usul o'ylaysizlar. Ikkinchisini bir To'sqay bor. Ya Toshqalan edi. Toshqalan deyman. Yo'q, boshqa to'shqan. Ko'chini Ya şu Toshqanni boshqa ishlardan Ya bak Toshqan tali qag'an. Amal bilan mingatgala Toshqanlarni aytamiz. Haqida kantlarning qismi 2 3 Appa Toshqanlar sayda o'ynaydi. Ellenmigen yigitlar armanda deydi. Armanda deydi. Armanda deydi. Qaşın qara, saçın uzun, alığınız dursun. Qaşın qara, saçın uzun, alığınız dursun. La la la. 11 biyologiyada şu appak toshqalarni o'rgatadi. Endi nukleik kislotalar, DNK, RNK qani? Yo'q, İsmail'e Endi mayli. Reglament bo'yicha, repertuar bo'yicha Sokrat usuliga chiqdi. Iliya, Xolidam madam Tursunaylar birga o'ynaydi. Qani 3 sinf yetakchi ham o'quvchi, 3 pokoleniya. Vah.
Atarlarning birga qo'shib solgan bo'ldi atarlardan.
тілеймен. Ішқылып, әмаланың hayatına yoruk olsun, деген арзуармаларға етіңлер, өзіңлер қанда құшқой болсаңлар, hayatına bunun екенмі шыда құшқой давамлашсын. Әді сәні 10 жылдың кейін, 20 жылдың кейін біз мектеп бойыне әрдайым ұшышқа тәкіп қылымыз, күтіміз. Әнде мен Зайнамеден кейін сәні дәсі барымызда 5-ші А сыныбы болған. Шүнчелік татлық, шүнчелік шайлық, қызлар, балалардың Həmələrin azışı zaman mənim isimdə sizə şüncülük qaldınlar. Əndə sizlərin mən bir günü sınıf saatında oturup kim bolay degan temada həmmələr bir nima yazыңlar deganimdə həmmələrning əndi bir 80% dedigidek mən artist bo'lman deb yozib sizlarga. Həmmələr ismlardı, sənin birinchi muallimlar Zaynamedam o'zi artist bo'lg'achqa sənimə artist tutga. Şunaq bir natija chiqargandim. Mana hozir seniga kim bo'ladi degan referatorlarni tugal ib kelamdim. Az bo'lsin qog'ozlarni keyin ib ketdim. Qabulmay asham qabul qilinglar. Ish qilib aman bo'linglar, qayda bo'lsa hamma odam oliy bilimlik o'quvchilardan bo'linglar deb aytmaymiz. Kim qayerda bo'lsin, aman bo'lsin, hech qaysimiz bir-birimizni unutmaylik, hurmatlaylik. Otamizning eng qadrli bolalardan bo'lishinglarga tilakdoshlik bildiraman. Rahmat, Mahirem, rahmat. Hayat albatta bizning yo'limizda, qo'limizda o'zining belgisini qo'yadi. Qani, ko'ringlar. Abla, köre. Öyle kuşta yazdım, kana hoşlanıp kettim mi? Şirketinin sözünü sağlasın. Simet var. Hele Simet var. İrem. Simet var hele. Aydem. Bana mı? Gülban. Kaçaklar. Kim bilir? Haydi geçelim. Нельзя уже слушать как это. Пожалуйста. Meyda baya Tursunay Raziyeva sözünde Törenk Bencim ustazlar namidan endi Törenk Bencim'den kelgan 9. sınıfta Muşu Bencim'ga qo'shilgan Davutova so'z versak, Davutova qani siz? Davutova sınıftaki en aktif o'quvchilardan biri. Rahmat sizga imomga. Qadrli aziz ustozimiz Tursunay sizlarning meshak bugun qadar tashlab o'tganlarga o'quvchilarimiz nomida sizlarga ming bir rahmat aytimiz keraklarga. Sizlar kelganlarga sizlar bizga mektep vaqtida hatto muallim emas, faqat muallim emas, hatto ona bo'lgan. Ona bo'lib ishimizni sipagan. Sizlarga hayatımda uzak ömürden sağlık dilep, ailelerine bəxtli buluşmalar dileyim. Bilsem yetişip denemeyaptı, bırak sizlerge oldu sizlerini. Yetişen hayatını, şükür bəxtli bulunlar. Yani şunlar var, sizlerge o'quvchilar, qizlarimiz va bolalarimiz nomidan
bir soğuğunuzni taqdim qilishga ruxsat qiling. Rahmet Said'im, rahmet. Ruslan istakan. Ruslan istakan mı? Ha? Erler kegamiz taz iş yaptık endi. Arzimay so'rimiz. Ha? Neymi boshqa? Bo'ldi, To'rakpajim egimizga rahmet. Rahmat. Bu maymunlarga rahmat etmaymiz, faqat shu maymunlar 2 yil ichida nurg'unlig'am bizga tarbiya berdi. Shu maymunlarga munda bir rahmat etgimiz keldi. Rahmat sizlarga. Bo'lsinmi Elmira maymunlar? Qurbanjon maymunga bir rahmat. Zakazı. Bo'ldi. Yani bu pencimlikte kişi ügüt koysalarını plasmasını istakan olsun koysalarını biz. Bu sekret Elbette rast yağını aralaş. Bugün buna sizler bizler tanıştırlar. Elbette bu hayat yolu her birbirimizni bir yerde uçurashtirdi. Her bir yolumuz kesip ötüdü. Endi evet Dilshadga muzikalı salam ustozlar uchun. Girmem
Rahmet. Ilg'i ko'lma aytgandek, oldinga qarab kichik bo'l, keyin qarab cho'ng bo'l deydi. Mana sizlarni cho'ng bo'lib qolibsizlar. 10 yil degan tarix uchun eshitdim emas. Biroq odam hayoti uchun xeyli narsa. Endi bolajaqa odamning ayniga sizlar qarab biz odamlarni belgilaymiz. Yoki bolam yaxshi bo'lsa, biz zo'qlanamiz, havaslanamiz, otamga rahmat, anaga rahmat deymiz. Adola afirin aylaydi, sizlar rahmat etadi. Endi hurmatli mehmonlar, talablar binoan bu 11-sinfni bitagicha o'zining taqdir yo'lini yechib bo'lgan qobiliyatlik, talantli naqshchimiz Uyg'ur san'at va ma'naviyatiga bir kishilik his qo'shib kelayotgan, Uyg'ur madaniyat san'atini targ'ibot tashviqot qilib qolmasdan, shuningga bir kishilik salmoqli his qo'shayotgan san'atkorlar oilasi nomidan, ya'ni Amanboyevlar oilasi nomidan Dilshod Amanboyev bir so'yli naqsh etmasa, uy kirib ketdimi? Yo'q, mana. Qani, bormi? Qani?
Mübarek ondan tadı karımsan biz seni kök kaza dünden görürüz. Kim sıra? Ha, da ben Dağlık malay mı? Ekran burada gelin. Şükür ama Mehmet'in hayatısını kokulandı. Amar ya, gözüne saçı durar. Da, hürmetlik kız yigitler, baya kelişmedimizdek, bugünkü bu keçimiz tüyülgüçe sizler bizge okuğucu olup dursunlar. Dagavur davranışı dengi. Endi hürmetlik mehmanlar, keyinki 6 yılda Boluklu Kazakistan özünün egemenligini algandan beri mektepteki ilki bilim sapası, intizam, tertip ve başka mektepten sırt işler. Buranın derdi orada primatizör bola veriyordu o. Bravo. Ya baksana. Ya baksana.
şaşkın güzel Günler öter bu yoldur Sen bir ödüm aldıktın Çıkarsan bu ödüm yaldır Sen bir ödüm aldıktın Çıkarsan bu ödüm yaldır
Aslan, مثل من aldırmaya çıkıyor.
Moşlanınca birini kaldım ama bana. Sap muayene bulup çıkartıyor. Allah'a geldi doklar. Birini kaldım. Aferin. Evet. Kichkina diqqat saqlaylik. Hurmatli mehmonlar, mana aramizda sizlar yaxshi bilsizlar, Usmonxonovlarni, sizlar yaxshi bilsizlar Zaynaldinovlarni. Yaxshining bolvaqisi yaxshi bo'ladi degandek, yaxshining Xudoyim qo'ldimi berdi, yo'lidimi berdi. Xudoyim kechdimi saqlaydi, ochdimi saqlaydi, kunduzdimi saqlaydi, kechidimi saqlaydi. Aramizda eng bir hurmatli mehmon kelib qoldi. Biz sizlarga 9-sinfda qonun qoidalarni o'rgatdik. Mamlakatlik davlat qonun asoslarini biz sizlarga o'rgatdik. Hozir mashada Adiljon Zaynaldinov kelib o'tirdi. Ya'ni Adiljon Zaynaldinov bir savol bersanlar. Men xatolashmasam, Zaynaldinovning kichigi bo'lgan bilan bizning o'sha Panjshir nahiyasida prokuror atig'ini atab kelgan birinchi Uyg'ur bo'lishi kerak. O'sha birinchi mana Olmaota nahiya bo'lib, Olmaota viloyat bo'lib, Olmaotadan bugungi kunda prokuror lavozimini kelib o'tirdi. Shu Adiljon Zaynaldinov uchun bir chavoqchib so'zlasak. Bizning oldimizda talay chiqish yo'llar va degandek shularni kichkina oydinlashtirib bersa, marhamat. Sen prokurorsan, boyevik bo'lsan. Assalomu alaykum. Birinchidan hurmatli ustozlar, ota-onalar, shundan bizlar bugun o'zining yangi hayotini, o'zining yangi qadamini boshlab o'tgan inalarim, sing'illarim, sizlarni bugun shu maktablarni tamomlab, har kim o'z oldiga, o'z kelajagiga yo'l qadam tashlab o'tganlarga o'zim shunchalik xursand. Birinchidan mening sizlarni oranglarda singlim Gulnora o'tirdi. Baya hadisi Olmaotaga telefon qilib, men yo'lga chiqdim desam, bugun Gulnoraning boshlab oxirgi nimasi bolalar bilan maktab bilan ko'rishib qolgan kuni biz anjimni bo'lamiz dedi. Men mumkin qilmaydi dedi. Men kelib baldaqamni ko'rdim. Sizlar oranglarga kelib boshlab ko'rishib o'tganimga o'zim jon xursand. Sizlarga birinchidan shu hozirgi Uyg'ur kim bo'lsin, hozirgi hayot bizlar bizda qiyinchiliklar va ash qiyinchiliklarga bardosh berib, ota-onalarning sizlarni o'qitib, cho'ng qilib, tarbiyalab, xato qo'shgan afsusini, aqlshinglarni, shundan bizlar shu ustozlarning shunchalik 10 yil, 11 yil mobaynida sizlar uchun qilgan xizmatini shu kelajakda ado qilib, her birinlarning yüzden kelajak ustoz, birinlarning yüzden kelajak yurist, birinlarning yüzden kelajak medik ko'rgimiz kelib turdi. Hammalarning bugungi oldinga qo'yayotgan maqsadlaringlar amalga oshsin demoqchiman. Hammalarni cho'ng o'qish o'rinlaridan ko'raylik. Hammalarni yaxshi ota-onalar bilan keyin mushu 20 yılmı, 10 yılmı mobaynida o'zlaringlarning kelajagiga qo'ygan shu uchrashuvlarda har biringlar bir-biringlar to'nmay qilib, biz o'qigan bolamiz bunchalik cho'ngib ketibdi, bunchalik
құтыға кетіп кетті деген жақсы тілектер білен көрішімізді шын қалбымыздың тілектерімен. Әмі оланы орыстардың Канадада ұмытып қалдыңыз. Ben diye patlıcı. Kasi kasa patarası. Akımız degенде англисче hazırladık. Голубым парусом дейді ғой. Әмі оларға ақйол, ашу түшкенстанның ақ кемеңла ешқашан суға чөкмісін, әрқашан мұшы бүгінге де кештек қошал құрам hayatыңла, өміріңла өте берсін демекші. Сіздерге чоң ұтқылан тілермен. Каждый избушки свои игрушки. Hürmetli mehmanlar, mana aramızga kanun qo'llash xodimlari kelib o'tirdi. Urush aytganda maya militsiya, mene berishib. Shu qonun qo'llash ichki ishlar xodimlari uchun bir muzikalik salom. Ashlar chiqib, ularni biz har qachon pagonda ko'ramiz. Har qachon yo'lda ko'ramiz, har qachon xotirjamlikda, har qachon mana shunday tartib saqlash o'rinlarida ko'ramiz. Şularni ko'rsak, biroz ko'nglimiz arom elib, xotirjam bo'lib qolamiz. Ularni haqiqatan seriozli vaqtda ko'ramiz. Hozir shu qonun qo'llash xodimlari mashaq chiqib bir usul o'ynab qoladaysizlar. Rustam boshliq отделение стать смирно. Вольно, разойдись. Давай не уговорить снять. Приступить к приему пищи. Так, Рустам ака. Dedim, geçtim
Yani bir söz verişmek ya. Bana böyle oturdu karam. Böyle. What?
Türkiye'den ufak yazanın, ben
Dua. Endi so'zimiz aytmoqqa bo'ladi. Mening 3 darsim tugadi. Biroq sizlar uchun bugun so'zlaymiz. Bugungi endi sizlar bilan oxirgi qo'shilish. Yani 10 yildan keyin, 20 yildan keyin kim bor, kim yo'q degandek hammamizni hayot yo'li har tarafga yeb ketadi. Taqdir yo'li jafoliq o'zinglar yaxshi bilsizlar. Endi talab takliflarga binoan muborak bir naqsh etsa, qana deysizlar? Yana muborak. Evet, muborak bir naqsh. Kena capsan mubarak. Terus. Dua. Terus. Слава. Любой наш не из голову.
boshchiga tushsin. Hammamizning tilagi shu. Endi sizlarga beg'ishlab So'hrat bir usul o'ylab bersa, shundan keyin Dilshod bir naqsh etsa, hammasi o'zalon ishidiki. Xilil ya bir naqsh etmaydi. Ya, meyada hürmetli mehmanlar, direksiya a'zolari o'tirdi. Sizlarning biri sizlar bilan ko'p vaqt birga ishlagan, sizlarni to'g'ri yo'lga solgan, sizlarning kayninglarni yugurib yurib, hilqishimish kichaqma, klassda yugama, bir-biringlarni o'qimanglar, vaqirmanglar deb shu tartibga chaqirgan bu şey deymiz-ku, Bronki воспитательный завуч, hazır olsama her bir muallim, her bir pedagog o воспитатель. Şundak vaylovoy karakterlik, şundak adil, честный, jeki faqat söz versek, merhamet. Taqab ketmanglar, hozir radio diktant olma deydi. Assalomu alaykum, bugungi kechki qo'noqlari, ota-onalar, yana o'quvchilar. Bu yerda bugundan boshlab bugun bekasining so'nggi qabuldarini atlab, qo'llaringa attestat alıp, ertesi günden başlap bizden birge osnay jübürlerimizi biz mektep әкімшілігінен және өшірде отырған ата-аналарынан сендерге зор денсаулық, ұзақ өмір ата-аналарға тілейтін. Осы бүгінгі аттестатты алғандарымен келешекте ертең бір маман иесі болып, өзімізбен бірге істеп, я болмаса осы ауылымызда әрбір маман иесі болғанынан мен шын жүрегімнен тілектестік білдіремін. Сол үшін мына жерде маған сөз болып отыр, жаңағы тәрбие завуч деп, тәрбие завуч болсам да, және апрель айынан бастап тағы да завучпын, баянырық, жаңа өздерің білесіңдер, біраз болса да сабақ беріп өттім, алдында ғой бермегем, тәртіпті айтын. Енді мен күйеуім балам күйеді, баласына дейді ғой, мына жерде бізде бір мақал бар. Сол сияқты ата-аналарың сендер күйсе, мектепке барғанда біз сендер күйетіміз, біз сендер жаман жолға бастағанымыз жоқ, жақсы болыңдар, біздің ізбасарымыз болыңдар деп мен сенім білдірем. Сол сенімді ата-аналарың отыр мына жерде, соны ақтап шығуға тырысыңдар. Рахмет. Рахмет. Alqashqa askeri dayınlıq zavучы Maqaday Jekeyev үшін bir qol çapalaqtau. El bolam desem besigimde tüze deydi. Besikte tüzeytin siz ben biz. Endi hürmetli mehmanlar, direksiya a'zolariga bir muzikalik salam. Baya reglament bo'yicha aytganimizdek So'hrat bir usul o'ylab berdi, uni Dilshod. Marhamat.
Vay vay. Ya, spor kımaylı repertuar boyunca Dilşat Nakşi'ydi. Aha. Ben de dikkat ediyordu, başka anlaşmalar. Şerif yolcusuna dikkat. Kene repertuar boyunca elbette çakacak. Böyle Dilşat sınıfım için, ustazla, atarla için bir nakşa.
Haliden bir nakş etmesi. Oygatma degan nakş. Oygatma degan qo'ysin. Prozba atalar. Endi hurmatli mehmonlar, maktabda birinchi bilim elish bo'lsa, ikkinchi tarbiya. O'sha yaqinda keyingi 2 oy ichida bizning maktabimizda ko'plagan yangiliklar bo'ldi. Bu yil o'zinglar yaxshi bilsizlar, jalpi ultiq tatuvlik, qovun surgun qurbonlarini esga oluvchilar. Bu yilda ko'plagan chora-tadbirlar amalga oshdi. O'sha chora-tadbirlar amalga oshishda tarbiya zavjining hassi, tarbiya zavjining qobiliyati, talanti Gözlerim bağlat beni özüge, sözlerim güldürdü yüreğimi. Gözlerim bağlat beni özüge, sözlerim güldürdü yüreğimi. Kıyılır sürsem o yürgüm, ağlama senin dönüleğimi. Bağlat beni özüge, sözlerim güldürdü yüreğimi. Gözlerim bağlat beni özüge, sözlerim güldürdü yüreğimi. Kıyılır jürsem o jürgüm, ağlamaz senin dönüleğimi. Jürsem o jürgüm, ağlamaz senin dönüleğimi. Ağlamaz senin dönüleğimi. Talebler bina cüp olsa. Ya bir çavar. Hadi. Ha, Haliden elbette cüp. Meryem dinledi. Bugünkü sayfan Xelil akam bilen Nurbeden'ni ıslığa teklif edip bir Özbekçe nakş ettireyim.
Şunu zaten tırnaydı okula. Duran pandemisi bunu. Hadi gel gelip de şunu sulu evet. Çok doğru yetişsin, çok doğru yetişsin. Evet, komandir altıda beriş gerek. Duruz. Hacı Bakan, biydi. Birbirliği kiydi. Ha? Bilis. Birbirliğisiz. Size bir yıl üret istedim. Aha. Kemiğe mingenler canı bir deydi koy. O ne verimler bulacak ya? Özünüz bastayız. Polda oynayayım ha, betonda oynayayım ha. Canım yar yar,
Aşkına bak